Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani, Abu Rayhon Beruniy ko'chasi 14-uydamiz. Ne'mat og'aning uyida. Bu uyimizdan xudo xolasa gazdan chiroylatib otapini o'tirib beramiz. Bu uyimizda shuningdek piramida ko'llar turibdi. Mo'rlari 100lik, 76lik bo'lib ham 50lik, 40lik bo'lib turibdi ta'mirlari. Instrumentlarimiz, zangilar, xudo xolasa apparatlar, batareyalarimiz 500 GB alyumin batareyalar, samotek sistemada alyumin yaxshi ishlaydi. Shuning uchun alyumin batareyalar ko'pincha ishlatamiz. Turbalarimiz 2.5 sinkada 32lik, 25lik aralashtirib 22larimiz 2.2da. Mana shunday bellarimiz xudo xolasa bir cho'yin material turbalarni uklonlar ham qiyshab devorlari deyib yotibdi. Qo'ldan kelgancha hammasini chiqarib olib tashlab akkuratniy deb tozadan devorlarni ochib turbalarini ham chiroylatib ishlab beramiz. Cho'yin materiallarimiz devorlar deyib yotibdi. O'ynab qazıqlar ham yo'q. Palacha obratlarimiz ham meraldaligina. Varan bozib chiqarib tashlaymiz. Ataplaniya sistemasida gaz olsun, kömür olsun, tok olsun, shunchalik oz bo'lsa, shunchalik ataplaniyaga yengil bo'ladi. Gazingizdan, tokingizdan ham, kömürdan ham ekonom bo'ladi. Bu duruşumda tapgan pulingiz gaza, kömürə, toka ketib yotaveradi. Şu batareyamiz yine 10 dana ekan, 13 litr su aladi. Alyuminni bir danası 10 komplekti 3,5 litr su aladi. 100 danada 130 litr bo'ladi, alyuminniki 35 litr su aladi. Su azaygan sayin qizish ham yaxshi bo'ladi. Cho'yinlarimiz 120 kW issiqlik tarqatadi. Alyuminlar 195 kW issiqlik tarqatadi. Buni ataplaniya o'tiradigan santexniklar hammasi yaxshi biladi. Hammalarimiz yine yurtimizda 32, 40 inchganasi 50lik turbalarimiz, podacha apparatlar. Bu uyimizda hozirda o'zimizda Shovotda ishlab chiqarib turgan zamonaviy ham gazda ekonom bo'lib turgan ko'p odamlar ham qo'yib sinab ishlatib ko'rdilar buni. Aqti degan kotyolimizni qo'yib beramiz. Kotyolimiz ichida 2 dana zeti bor, 14 dana turbasi bor. Gaz yanadi, chiqib, qayta tushib, keyin chiqib ketadi. Bir kondensatsionniy kotyol deb aytiladi. Ko'p odam sovuq turadi deydi. Yo'q, bunday emas. Havo girishi uchun ligirib ketmaga teyinda havo tortish uchun joylari bor. Mo'rlarimiz 89lik moslashgan, 100lik moslashib chiqqan. Ishlari cho'nqir, diqilqam edi. Listlari 3lik listdan yasalgan, ichi ham deyish ham. Siz ko'rib boraverasizlar, xudo xolasa Xorazm viloyati ham Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab gaz ataplaniya, ko'mir ataplaniyalar o'tiramiz. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar. Ekranda nomerlarni yozib qoldiramiz opsiyonida. Shu kanalimiz rivoji uchun layklarni bosib, obuna bo'lib, ko'proq videolarni ishlarga tarqatib qo'yinglar. Ataplaniya o'tiraman deb yurgan do'stlarga, og'aynilarga. Bu bizning kanalimiz rivoji uchun foydali bo'ladi. YouTube bizning keyingi videolarimizni rekomendatsiya ko'proq chiqarib berib, ko'proq yurtdoshlarimiz ko'radi. Kimda shunday kotyollar bo'lsa, xudo xolasa bularni o'rnidan olib tashlab, zamonaviy gazni kamroq yeydigan kotyollardan qo'yishlarini tavsiya etamiz. Xudo xolasa yana bahorgi sezonda уже 100 kubga tushdi, qishda yana 500 kub bo'lgan vaqtda bu kotyollar yetirmaydi. Asa sog'inglar, salomat bo'linglar, hammaga rahmat.